Davom etamiz. Poytaxtimizdagi Yunusobod sport majmuasida imkoniyati cheklangan bolalar o'rtasida sog'lom avlod, kuchli kelajak sport musobaqasi bo'lib o'tdi. Batafsil muxbirimiz lavhasida. Mamlakatimizda keyingi yillarda ijtimoiy sohada amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida imkoniyati cheklangan yurtdoshlarimiz turli yo'nalishlarda o'z iqtidorlarini namoyish etib, ulkan yutuqlarni qo'lga kiritmoqda. Sport bizni birlashtiradi, kuch beradi va kelajakka ishonch bilan qadam tashlashga undaydi shiori ostida tashkil etilgan mazkur musobaqa ham yangi O'zbekistondagi ijtimoiy islohotlarning samarasi sanaladi. Nogironligi bo'lgan bolalarni sportga keng jalb qilish, ularning ijtimoiy faolligini oshirish, iroda va ishonchini mustahkamlash, jamiyatda ijtimoiy faolligini qo'llab-quvvatlash kabi ezgu maqsadlar bilan O'zbekiston Nogironlar jamiyati Toshkent shahar bo'limi hamda Mirabror Usmonov nomidagi xalqaro xayriya jamoat fondi hamkorligida tashkil etilgan mazkur sport musobaqasi ishtirokchilar uchun keng imkoniyatlar eshigini ochdi. Musobaqalarning ochilish marosimida so'zga chiqqanlar mamlakatimizda ayni yo'nalishda amalga oshirilayotgan islohotlarning ahamiyatini yoshlarga tushuntirib o'tishdi. Mirabror Usmonov nomidagi xalqaro xayriya fondi bolalar uchun sharoitlar yaratib, ularni kelajakdagi sportga qiziqishini, o'zini sog'lomlashtirishga bo'lgan qiziqishini olib borishadi. O'zbekiston shaxmat federatsiyasi bilan birgalikda shaxmat musobaqalarini o'tkazdik. Bolalarni kelajakda paralimpiya o'yinlarigacha yetkazib borish bizni asosiy qo'ygan maqsadlarimizdan. Shuning uchun kelajakda ham bu ishlarni davom ettirishga, shunday bolalarni o'sishiga, rivojlanishiga, ularni aqlan, jismonan tayyor bo'lishiga biz doim hissamizni qo'shamiz degan umidamiz. Men arm wrestling, yugurish va sakrash sport turlari bilan qatnashaman. Sharoit juda yaxshi, juda zo'r qilingan, hamma narsa bor. Shunaqa musobaqalar biz juda ko'p kerak bo'ladi. Biz oddiy kasali bor odamlar emasmiz. Butun dunyoga o'zimizni ko'rsatishimiz kerak. Kelgusida biz juda ko'p yana musobaqalarda qatnashamiz. Bizga shunday sharoitlar yaratib bergan muhtaram prezidentimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sog'lom avlod, kuchli kelajak sport musobaqasida imkoniyati cheklangan yoshlar sportning 7 turi bo'yicha bellashdilar. Musobaqa davomida bolalar o'z mahorat va iqtidorlarini namoyon etish imkoniyatiga ega bo'ldilar va g'oliblik uchun bellashuvlar olib bordilar. 8 yildan beri musobaqani o'tkazib kelyapmiz. Bu yerda hozir 21 ta ishtirokchi ishtirok etyapti. 5 ta tashabbus bo'yicha o'tayotgan musobaqamiz ham aynan davlatimiz rahbari muhtaram prezidentimiz tomonidan belgilab bergan ana shu musobaqalarning biri hisoblanadi. Respublika bosqichida birinchi o'rinni olgan yigit-qizlarimiz bu xalqaro bosqichlariga tayyorgarlik ko'rishadi. Musobaqa yakunida g'olib va sovrindorlar barcha ishtirokchilar O'zbekiston Nogironlar jamiyati Toshkent shahar bo'limi hamda Mirabror Usmonov nomidagi xalqaro xayriya jamoat fondi tomonidan ta'sis etilgan diplom, medal va sovg'alar bilan taqdirlandi. Bu kabi sport musobaqalari imkoniyati cheklangan bolalarning jamiyatdagi faolligini oshirish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish hamda do'stlik va hamjihatlik muhitini mustahkamlashga xizmat qiladi.